Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Egalardan Nexia 2 mashinamiz kelib turibdi. 1.6 Donus Lux konditsioner. Kanalimizda yangi bo'lsanizlar, like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar, do'stlar. Kraskasi kalenida zang joylar ishlangan. Boshqari absolut родной Lux konditsioner. Zo'r sostanadi. Metan gaz baloni ustanobcha bo'lgan, bo'sh yumshoq balonlar. Yurgan kilometrlari 146 ming kilometr yurgan. 2015-yil ishlab chiqarilgan. Narxi 73 million so'm aytilib turibdi. Gelsangizlar 1,5 so'm ustida savdolashib kelishib olsangizlar bo'ladi. Nexia 2miz родной ikki kaleni ishlangan. 2013-yil ishlab chiqarilgan, 182 ming kilometr yurgan. Sonus gibrid mashinamiz. Bahosi 58 million so'm. Gelsangizlar yana 1,5 so'm ustida savdolashib kelishib olsangizlar bo'ladi. Lacetti 2006-yil ishlab chiqarilgan. Kraskasi mayda-chuda ishlangan. 330 ming kilometr yurgan. Metan gaz baloni ustanib qo'ygan. Yumshoq balonlar qo'yilgan. Bahosi 55 million so'm aytilib turibdi. Gelsangizlar ustida 1,5 so'm savdolashib kelishib olsangizlar bo'ladi, do'stlar. Zo'r sostanada turibdi. Chexol, polik, hamma narsasi bor. Tesla monitorlar ustanobchi bo'lgan. Sostanasi zo'r mashina. 55 million so'mdan kelishadi. Tiko 99-yil ishlab chiqarilgan. Kraska bir qator asosida bo'lgan, 283 ming kilometr yurgan benzinda mashinamiz. Rasxoti yo'q, tayyor mashina. Chexol, polik, hamma narsasi bor. Tayyor. Rasxoti yo'q. Bahosi 17 million so'm aytilib turibdi. Gelsangizlar 1,5 so'm yana savdolashib kelishib olsangizlar bo'ladi. Mashinalarimiz Xiva avtosavdo 707 da turadi. Ekranda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol aloqa chiqaverasiz. Bizlarga like bosib, obuna bo'lib, podeshada o'tirasizlar, do'stlar.